o'zbek xalqini xonavayron qilmoqchi bo'lgan blogerlarni tanib oling. Salom azizlar, bugungi kunda ba'zi blogerlarni Dubayga borib, qimmatbaho villalarda har xil qizlar bilan video olib, bir tinga qimmat hayotini ijtimoiy tarmoqlarda ko'z-ko'z qilayotganini guvohi bo'lyapmiz. Eng achinarlisi, ular o'zlarini boylikka erishishning sirini Adinexbet va shunga o'xshash totalizator o'yinlarida ko'rsatmoqda. Biroq bu ko'rinish ortida juda ham xavfli haqiqat yotadi. Bularning asosiy maqsadi totalizator o'yinlarini reklama qilib, oddiy xalqni ushbu o'yinlarga jalb qiladi va bu kompaniyalardan mo'maygina daromad olishadi. Bularga ishongan qora xalq esa qimor o'ynab, katta qarzga kirib ketadi, qamaladi va hatto o'z joniga kerak bo'lsa qasd qiladi. Bu razil insonlar qanchadan qancha insonlarni qimorga kirib, xonavayron bo'lishi, juvonmarg bo'lishini hisobidan kun ko'radigan razil insonlar hisoblanadi. Aziz birodarim, siz qimordan ma'lum miqdor pul yutgan bo'lishingiz mumkin, lekin shuni unutmang, sizni yutib olgan pullaringiz sababli qanchadan qancha insonlar aziyat chekib, xonavayron bo'lgan, qarzga kirib ketgan va o'z jonlariga kerak bo'lsa qasd qilishgan. Birodar, toki siz peshana teringiz bilan halol mehnat qilmas ekansiz, daromad ola olmaysiz. Sizga oson pul topishning yo'lini o'rgatayotgan ba'zi razillarga aldanib qolmang. Zero tekin non qopqonda bo'ladi degan maqol bor. Ushbu videoni keng tarqalishi uchun videoni ulashib qo'yishni hamda izohlarda o'z fikringizni yozib qoldirishni esingizdan chiqarmang.